Assalomu alaykum, yana bir marta sog' salomatmisizlar. Platformalardan, Telegramdan, Facebook, YouTube, Instagramlardan ko'p savollar tushayotgan. Asosiy savollardan bittasi qanday qilib kasalliklarga kam chalinish mumkin yoki qanday odamlar kam chalinadi kasalliklarga chalingandan keyin ham tez yaxshi bo'lib ketadi degan savolga oldin ham javob berganmiz. Bu savol optimist odamlar, ko'pincha yaxshini o'ylaydigan odamlar, menga hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa shamollamayman ham, boshqa ham bo'lmaydi, yuqmaydi ham kasallik deydigan odamlar yaxshi bo'ladi. Omma odamlar yaxshi bo'ladi, ixlos tez qiladigan odam. Ko'p o'qigan odam, pessimist odamlar kasallikka ko'p chalinadi va yaxshi bo'lishi qiyin bo'ladi. Yana ko'p o'qigan, institut tugatgan, oliy ma'lumotlilar, ularning ichida eng yaxshi bo'lishi qiyin bo'lgan kasb bu doktorlarning o'zi. Agar kasal bo'lishsa, ulardan yaxshi bo'lishi qiyin bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar, kanallarimizga obuna bo'linglar, tarqatinglar.